Dard etma, Alloh yetar. Kadir Akel. Men kimman? Talonchilik sabab 12 bor ayblangan, xavfli jinoyatchilar ro'yxatida turuvchi bir o'g'riman. Hatto ma'sum bolakay bag'riga bosib, quchoqlab yotgan qo'g'irchoqni ham o'ylab o'tirmay, tortib oladigan darajada vijdonsizman. Butun mahalla ko'y nafratlanadigan, hatto ro'para kelishdan ham hazar qiladigan g'ayri-ijtimoiy maxluqman. Men kimman? Oddiy bir oilaning koshki tug'ilmasa edi deb zorlanadigan yagona farzandiman. Men aslida sening ong ostingda yashaydigan, hech kimga ayta olmaydigan gunohlaringdan biriman. Yaqindan taniganing, bilganing sari menda o'zingni ko'rasan. Taqdir talotumlari-yu iztiroblar ichra jon holatda tipirchilayotganimni kuzata turib, beixtiyor axir men buni taniyman-ku deb yuborasan. Shu asno dunyoda eng ko'p azob chekkan odamning huzur sari qilgan sayohatiga guvoh bo'lasan. Vaqt o'tib o'zgardim. Shu on men kimman bilasanmi? Hatto quruq piyozdan ham dunyoning eng shirin lazzatini topa biladigan, chekkan qayg'ulariga qaramay, bu olamdagi eng baxtli odam menman deb ayta oladigan insonman. Endi ko'z yoshlarimda dard yo'q. Bildimki, agar yoqimli istaratsang, atrofga ham xush ifor sochasan. Men endi odamlarga yaxshilik va go'zallik ulashuvchi ko'ngil yo'lovchisiman. Qisqasi, mening bu hikoyam 8 qo'lli maxluqning bog'dagi eng go'zal gulga aylanish mujodalasidir. Qishning sovuq kunlaridan biri edi. Eshik ostonasini hatlayotganimda ichkaridan otamning ovozi eshitildi. U bo'g'zi yirtilgudek bo'lib baqirardi. Uning bunday baqiriqlarini juda ko'p eshitganman, ammo ovozining bunchalar xunuq ekani sira xayolimga kelmagan ekan. Naq arslondek o'kirardi. Onasi, bu bola jonimga tegib ketdi. Odamni ko'chaga chiqolmaydigan qilib qo'ydi. Uning dastidan hatto mahallada mundoq bosh ko'tarib yura olmay qoldim. Qayga bormay nomi chiqib keladi. Qayerda bir yomon ish bo'lsa, ismini qo'shib gapirishadi. G'azabi tobora toshib borayotgani ovozining shiddatidan ham shundoq sezilib turardi. Bunday farzandni dunyoga keltirgandan ko'ra tosh to'qsang bo'lmasmidi? Sharmanda bo'ldim. Qani endi yer yorilsa-yu yer tagiga kirib ketsam. Oyoqlarimni yengil titroq bosdi. Otam hali beri jim bo'ladiganga o'xshamasdi. Alloh balosini bersin. Uning ovozini eshitgan sayin yuragimda nimalardir to'zg'ib uchib ketardi. Oyoqlarim qaqshay boshlagandi. Turgan joyimda tiz cho'kib qoldim. Ilk bor o'zimni bunchalar yomon his qilayotgandim. Bazo'r o'rnimdan turib, zinadan tusha boshladim. Kutilmaganda pastki qo'shnimiz Rustam amaki qarshimdan chiqib qoldi. U menga o'qragancha qarab turardi. G'azabga to'lgan ko'zlaridan ayon, uning ham aytar gaplari bor edi. Yonidan mushukday sirg'alib o'tib, ko'chaga otildim. Uyimizning oldidagi sim to'lar ostidan tashlandiq fabrika hududiga kirdim. Tizi bo'yi o'sib yotgan o'tlarni oralab, baland tepalikka chiqdim. O'zimni juda horg'in his qilayotgandim. Yig'lagim kelar, ammo yig'la olmasdim. Asta cho'kkaladim. Uzoqdan uyimizning derazasi ko'rinib turardi. Ichimdagi bir ovoz, e'tibor berma, nima qilsa ham o'z otang-ku axir. Lov etib yonadi, pov etib o'chadi. Bugun kechirib ertaga unutib yuboradi, derdi va chindan ham shunday edi. Avvallari ham mendan necha martalab jahli chiqqan, ammo ish har gal yaxshilik bilan tugardi. Boshingni qotirib o'tirmasang-chi, Dahan, dedim o'zimga o'zim. Sal bo'lsa ham o'zimga kelgandim. Xotirjam tortgach, sovuq havoni tanamda his etib, bir seskanib oldim. Pastlikka qarab tushib borar ekanman. Kechqurun uyga borganimda otam bilan kechadigan tortishuv sahnasi ko'z oldimda jonlana boshladi. Shu payt telefonim jiringlab qoldi. Sezar qo'ng'iroq qilayotgandi. U do'stim edi. Asl ismi Sezer, ammo biz unga Sezar ismi ko'proq yarashishini aytardik. U to'lachadan kelgan, jasur va hazilkash yigit edi. Har qanday holatda ham do'stlaring yonida tura olardi. Javob berdim. Alo, eshitaman. Qayerdasan otaginam? Uyinglarda bo'ron qo'ptimi, nima balo? Bordingmi? Ha, Halil amakim hatto basharamga ham qaramadi. O'zimni juda noqulay his qildim.
Ha, qo'yaver. O'zim tushuntirib beraman hali. Qayerdasan? Fabrikaning yonida, kutib tur. Hozir boraman. Uyimgacha kelganingga qaraganda muhim ishing borga o'xshaydi. Ha, hamyon bo'shab qoldi og'ayni. Biror bank topib pul yechishimiz kerak. Tushundingmi? Yaxshi, fabrikaning oldiga kel. Telefonni o'chirib, yo'l bo'yiga o'tdim. Kechqurun nimalar bo'lishi xayolimdan bir zumda o'chdi ketdi. Chunki Sezar bilan birga bo'lish meni hamisha xushnud qilardi. Xuddi ichimdagi tuyg'ularni javonga terib qo'yib, ko'ngilxushlik to'la sarguzasht og'ushiga sho'ng'igandek bo'lardim. Sezarning mashinasiga o'tirib, u yerdan uzoqlashdik. Kechqurun o'g'rilik qiladigan obyektimizni o'rganishga kirishdik. Do'stim, qasam ichib aytamanki, o'rningda bo'lib qolishni aslo va aslo istamasdim, dedi Sezar. Otang xuddi porox solingan bochkadek edi. Halil amakini oldin hech bunaqa vajohatda ko'rmagandim. Ha, ovozlarni eshitib mening ham uyga kirishga yuragim betlamadi. Bu safargisi rostdan ham boshqacha. Mush tushirib qolsalar deb o'yladim. Ularni bu holga soladigan darajada nima ish qilding o'zi? To'g'risi, o'zim ham bilmayman. Qilmishlarimdan birortasi quloqlariga yetib borgan ko'rinadi. Mayli, hozir seni bir yerga olib boraman. Juda zo'r joy. Osongina kirib, ishlarni supurib chiqamiz. Ehtiyot bo'laylik, hamma yoqda kuzatuv kameralar bor. Do'stim, menga ishon. Bo'pti, yosa ham keladimi? U bizdan xabar kutyapti.